Hammaga salom. Bugun men Minecraft haqida gaplashaman. Shuning uchun kreativdaman. Qilishni yo'q. Bugun Minecraft haqida gaplashamiz. Minecraft o'zi nima? Minecraft to'rtburchak o'yin. Unda deyarli modlarsiz barcha narsa to'rtburchak. Modlar bilan qo'shsa bo'ladi malol narsani. Menda mod bor, lekin dumaloq qiladigan mod emas. Boshqa mod. Minecraft nima degan savolga ChatGPT javob beradi. Oldin Minecraft nimaga? Uni o'ynash oson. Ko'pchilik unda o'ylagan, lekin bunday bo'lib chiqmagan. Mana o'ylagan, mana daraxt chopganda daraxt oxirigacha tushmagan. Bu xatomi yoki shunday chiqarilgan bilmadim. Ko'pchilik nimaga yiqilmadi deb o'ylagan, chunki haqiqatda yiqilish kerak. Bu yiqilmagan modlar bilan qo'shsa bo'ladi. Mana odam jonlar ko'rsatadigan mod va boshqa shunaqa modlar. Men bunaqa o'yinda hamma o'rolishadi ko'rish g'oyasi ham bor edi. Olaymi bu videoni yo'qmi bilmadim. O'lchak. Unda juda modlar bilan uni ko'paytirish mumkin. Mana ba'zi narsalarni yasash va lotxondan ham chiqadi. Mana ular chiqadiganlari. Bu yerda bari to'rtburchak bu yerda eng kuchli hisoblanadi. Ya'ni Ender Dragon u eng katta boss modsiz. Mod orqali undanda kuchli bosslar mavjud. Ikkinchilikdagi Warden, Wither va shunday bo'lib ketadi. Lekin eng kuchlisi aslida bu o'yinchi. O'yinchi barchasini o'ldira oladi. Asal to'libdi. Masalni solib qo'yaman. Hozircha Minecraft haqida gaplashamiz. Bu savolga Google javob beradi. Google emas, ChatGPT. ChatGPTga Minecraft o'zi nima? Minecraft mashhur video o'yini bo'lib qachon chiqqanini ham yozaman. Qachon? Kim tomonidan? Minecraft o'ynaydigan odam buni bilishi kerak. Men bilaman, lekin Minecraft 2009-yillar dastlab Markus Notch Bresson tomonidan ishlab chiqarilgan. Rasmiy to'liq versiyasi 2011-yil 18-noyabrda ishlab chiqarilgan. Unda ikkita rejim mavjud: survival, omon qolish va kreativ. Unda ko'plab modlar qo'shish mumkin va do'stlarni ham taklif qilish mumkin.
Uning kompaniyasi Mojang Studio va boshqa narsalar ham bor. Mojang, unda King Studio, shunday ko'plab kompaniyalar bor, lekin u faqatgina Mojang Studio Minecraft o'zini asalga Minecraftni tushunish oson bo'lgani tufayli 2009-yilda uni alfa versiyasi chiqarilgan. 2013 beta versiya, 2011 rasmiy chiqarilgan. Mojang Studio rasmiy to'liq Survival Creative Rejim multiplayer qo'shilgan. 2011-yildan oldin Survival ham Creative ham bo'lmagan shunaqa. 2014-yil Minecraft tomonidan sotib olindi. Mojang Minecraft $5 milliard sotib oldi. 2,5 milliard katta pul. 2016 hozirgi kungacha doimiy yangilangan serverlar va qo'shimcha biomlar. Qisqachasiga unga ko'p hayvonlar va biom serverlari ishlab chiqarilgan. Shu kunga qadar 2016-yildan qisqacha Minecraft 2009-yildan ishlab chiqish va 2011-yilda rasmiy chiqargan. Hozir uni narxi qancha? Yuklash narxi qancha? Hozir yuklash narxi qancha? Minecraftni sotib olish. Minecraft Java Edition taxmin 370 ming. Turizm Mason atrofida. Minecraft $39.99. Minecraft mobil versiyasi ham narx do'konlarga farq qiladi. Odatda $6.99, $7.99 atrofida. Bundan so'ralmoqda. Bundan ko'ra tekshirib ko'rgan yaxshiroq. Play Market, Telegram emas, Play Marketga kirib o'zamiz Minecraft $7.83 narxi tushunarli. Minecraft narxi ham tushunarlimi? Hozir Mojangda emas, King Studio'da o'ynayman. Va mening o'yinim nomi mana shu Craftsman and Goodness Inventory. Shunaqa qo'yay. Mana unda qurollar va shunday biomlar, shunday narsalar mavjud. Granata, boshqa narsalar mavjud. Yaxshi o'yin yuklab olsa bo'ladi. Minecraftga qaytamiz hozir. Ishlab chiqargan odam qayerlik? Bu aniq, lekin bilarmikan? Odam qayerlik? Bilib olamiz. Markus Noch Preston, shvetsariyalik dasturchi. Shvetsariyada tug'ilgan o'yinchi. Shvetsariyada Mojang Studio kompaniyasi hamda
Shveysariyada tashkil etilgan qisqacha. U qachon tug'ilgan? Markus Noch Bresson 1979-yil 1-iyundan Shveysariyada tug'ilgan. Shunday qilib, u hozir 46 yosh atrofida 2020-yilga qarab hisoblaganda. Minecraftni o'ylab topishga nima sabab bo'lgan? Minecraftni yaratishga nima yoki kim bo'lgan? Kim sabab bo'lgan? Minecraftni yaratish Markus Noch Bresson qiziqishi va dasturlar tajribasi sabab bo'lgan. Dasturlar va o'yinga qiziqishi Noch bolaligida video o'yinlarni yaxshi ko'rar edi. U hozir o'yinlarni yaratish ideal edi. Xullas, yoshligidan u qiziqqan ekan shu o'yinni yaratishga. O'yinga qiziqqan ekan, hozir u yaratib, nimalarga tushunish uchun yaratgan ekan. Qisqacha Minecraft shaxsiy qiziqishi, ilg'or o'yinlardan ilhomlanishi va ijodiy erkinligi. Minecraft ko'p yuklanadigan o'yin. Minecraft nechanchi o'rinda? Minecraft dunyo bo'yicha eng mashhur va ko'p bo'yicha rasmiy ma'lumot. Minecraft 2009-yildan beri sotilmoqda va hozirga qarab 250 milliondan ortiq nusxa sotilgan. Shu bilan dunyodagi eng ko'p sotilgan video o'yini hisoblanadi. Mashhurlik bo'yicha ko'p turli u juda mashhur ekan. Xullas, uni 250 millionta nusxada sotilgan ekan va u birinchilikda chiqqan ekan. Chunki u Minecraftni tushunish oson. U haqiqatga o'xshaydi. PUBG'dan ko'ra PUBG'da qurollar bilan manchun oson, lekin ba'zi boshida nima qilganlar uchun bu qiyin. Lekin Minecraftda oddiy hayotnikidek hayotdagi narsalar bor, lekin unda Warden, Blaze, Enderman narsalar ham bor. Ular esa haqiqatda yo'q umuman, men fikrimcha. Lekin ajdar va nimalar, dinozavrlar qirilib ketgan. Ular bo'lgan, lekin hozir emas, lekin Minecraftda mavjud. Xullas, tushunish oson. U juda katta o'yin. U har bir blok 1 metrdan hisoblasak, u yerdan necha baravardir katta bo'ladi. U to'rtburchak o'yin. Unda minglab bloklar, balki undan ko'p bloklar mavjud. Xullas, kanalimga obuna bo'linglar, o'zingizga tushuninglar Minecraft nimaligini. Tushungan bo'lsanglar, tushundim deb yozib qoldiringlar.